Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga bizga eng ko'p kelib tushadigan savollardan biri yangi tug'ilgan chaqaloqlarda sabab-besabab yig'lash haqida biroz suhbatlashmoqchiman, ma'lumot bermoqchiman. Keling, bu holatga olib keladigan sabablarni ko'rib chiqamiz. Birinchi, chaqalog'i qorni och qolsa. Bu tushunarli hammaga. Och qolgan bola yig'laydi. Ikkinchi, oshqozon ichak tizimi to'la yetilmagani tufayli kolikalar, ya'ni gaz yig'ilib sanchig' beradi. Bu ikkinchi sababi. Uchinchi sabab, charchoq. Bola charchasa yig'laydi. Bu ham tushunarli. Uyqusi kelib yig'laydi. To'rtinchi sababi bu tagligi nam qolishi. Uzoq vaqt tagliklari nam qolgan bola bezovta bo'lib yig'laydi. Beshinchi sababi endi noto'g'ri kiyintirish. Chaqalog'ini o'rab, chirmab, plyonkalarga o'rab tashlasak, ular bosim beradi, bola yig'lashi mumkin. Oltinchi sababi chaqaloq turgan xona haroratining noto'g'riligi. O'ta isib ketishi yoki o'ta sovib ketishi. Eng optimal harorat 24, 26, 28 gradusgacha bo'ladi. Oltinchi. Yettinchi sababi bu chaqaloq e'tiborni, diqqatni talab qilib yig'lashi mumkin, mehr istab yig'lashi mumkin. Mana bu 7 sabab eng keng tarqalgan sabablardan hisoblanadi. Endi nima qilish kerak? Bola yig'layveryapti. Mana shu sabablarni birma-bir yo'qotib o'tamiz. Birinchisi, och qolgan bo'lsa to'yg'izamiz. Ikkinchisi, kolikalar, gaz bo'lsa ichagida soat strelkasi bo'yicha massaj qilamiz va probiotiklar yoki simetikon tarkibli dorilarni beramiz va ichi qotayotgan bo'lsa, ichi kelmayotgan bo'lsa, 2 kun, 3 kundan bir ichi kelmayotgan bo'lsa, glitserinni svechasi yoki glitserin suyugi bilan klizma qilib ichini keltirib olamiz. Xo'p, keyingi sababi, 3-sababi, ya'ni nam tagliklar. Tagligi nam bo'lsa, tagligini quritamiz. Tagligini quritib turib, bolani tinchlantiramiz. 4-si, kiyim boshini optimal, ideal, qulay kiyintiramiz bolani. 5-si endi xona haroratini chiroyli qilamiz, ya'ni chaqaloq uchun mos, o'ta issiq ham emas, o'ta sovuq ham emas, tinch, namroq harorat qilib beramiz. 6-si endi chaqaloqni bag'rimizga bosib, tinchlantirib mehr beramiz. Yuqoridagi barcha holatlarni qilganimizdan keyin bola o'zidan uxlab qolishi kerak, charchoqlari ketib uxlab qolishi kerak. Endi shu hammasini qildik, bola yig'lashi davom etyapti. Endi pediatrga murojaat qilamiz. Chunki boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin. Men eng keng tarqalgan sabablarni aytib o'tdim. Hamma narsani qildik. Endi tushkunlikka tushmaymiz, umidsizlanmaymiz. Bu chaqaloqlarda bo'lib turadigan holat hisoblanadi. Chaqaloq tashqi muhitga moslashyapti, ichaklari tashqi muhitga moslashyapti, terisi tashqi muhitga moslashyapti. Yosh o'tgan sari chaqaloqda bu holatlari kamayib boradi va ota-onada ham tajribasi ko'payib boradi. Qaysi holat chaqaloqqa noqulay tug'diryapti, buni bilib borishadi va holatdan kelib chiqib bartaraf qilishni bilib olishadi. Chaqaloqlarimiz, bolalarimiz salomat bo'lishsin. Sog'lik, salomatlik tilayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.